Aziz kitobxon, Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yil 17-dekabrda tavallud topgan. O'zbek bolalar yozuvchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev kitoblari haqida ma'lumot berib o'taman. Ilk hikoyalar to'plami Shoshqaloq, Feletondan keyin Sir ochildi, Sehrli qalpoqcha singari qissalari, Muhabbatning qo'shig'i, Jonginam shartingni ayt, Omonboy bilan Davronboy sarguzashtlari, Jannati odamlar romanlari nashr etildi. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlari yumorga boyligi, bolalar hayoti, ularning o'ziga xos tabiati, xususiyatlari, ruhiy kechinmalari nihoyatda jonli, qiziqarli va bolalar yoshida mahorat bilan tasvirlanishi jihatidan ajralib turadi. Ushbu kitoblar Yangiqo'rg'on tuman axborot kutubxona markazida mavjud. Barchangizni kitobxonlikka taklif etaman.